Bütün musulmon ummatini, jonajon xalqimizni, O'zbekiston musulmonlari idorasi, ulamolar kengashi va shaxsan o'z nomimdan qutlug' Ramazon oyi bilan samimiy muborakbod etaman. Haq taolo ushbu fazilatli onlarni dunyo mo'min musulmonlari uchun tinchlik, osoyishtalik, farovon hayot va ikki dunyo saodatiga eltuvchi oy qilsin. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam shunday deydilar: albatta Ramazonning har kecha kunduzida do'zaxdan ozod qilinadigan bandalar bor. Ulardan har biri uchun qabul bo'ladigan bir duosi bor dedilar. Demak, mana shu kuni bir qancha bandalar do'zaxdan ozod bo'ladi va ularning duolari mustajabligidan. Mana shunday lahzalarda Haq taolodan mo'min musulmonlarimiz tutadigan ro'zalarini qabul, ibodatlari maqbul va duolari mustajab bo'lishini so'raymiz. Alloh tabaraka va taolo ezgu maqsadlarimiz, yaxshi niyat va ulkan rejalarimizni ro'yobga chiqarsin. Ona vatanimiz yanada obod, xalqimiz hayoti hamisha farovon holda taraqqiy etaversin. Barchamizga Ramazon oyi muborak bo'lsin.